Hammaga salom bolalar, tushunmisizlar, qanaqasizlar? Xo'p, balansda 752 ming so'm pul bor. Endi shuni kazinolarda riskovat qilishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, Apple Moneyga kirib ko'rdik. Atak qo'y bu qanaqa bera, qanaqa yo'q bilan. Oxirgi paytlarda kazinolar faqat oqizdiryapti. Yangilik yo'q, faqat oqizdirish. Xo'p, stavka 2 ming so'mdan qolgan ekan. Uni 5 ming so'mga ko'taramiz. Ketdi. Hop, dальше. Yarim ming. Bilad. 5 mingdan stavka qilyapman, 2,5 mingdan qaytarasan jallab. 21 ming. Давай bitta skate. Yo'q, jallab. Давай, да, нихуя себе. 3750 so'm. Shu bitta skater. Давай, yo'q. Olma portlab ketib qoldi. Jallab. Уже tekin bonus bu bilet. Ну, давай ko'ramiz, bular qancha beradi, qancha yo'q. Jallab. Juda bu bermoqchi yo'q, bular normalniy. Juda faqat koeffitsiyentlardan berish kerak. Tepada yuqori koeffitsiyentlardan. Shu bitta 10x bular 10 mingdan. Nixuya себе. 10 mingdan. Ну, давай bular. Ну, нихуя себе koeffitsiyent, блядь. 5 mingdan jallab. Давай. 2x. 2x berdi-yu. Nixuya себе, блядь. 5 ming so'mga уже shuncha pul berib yubordi jallab. 600. Ну, 605 ming so'm yomon emas. 5 ming so'm uchun. Balans 1,241 ming bo'ldi. Ну, bitta попробуй aylantirib ko'ramiz. 6 ming. Endi даже bermasa kerak menimcha. Всё, pulni yechamiz nahva.